Mana bizning shvedskiy stol. Bu restoranimiz. Odam ko'payib ketganiga tekshiryapti. Sal odam kamayib qoldi. Bu pishiruvlanadi, orqasida ovqatlar. Bu choy, sot. Mana choy, ko'rfalar. Zo'r. Endi zo'r emas, u Toshkentga yetamidi. Mana kelinim ovqat anaqa qilyaptilar, sovyaptilar apparat bilan. Kelgan kunlariz kamini yuzimadi. Kim kiryapti, hech narsa tekshirmasdi. Endi hozir nomer tekshiryapti. Mana. Men bu ochib kiradigan Marriott Bonvoy gostinitsani plastik kartochkani konverti. Mana plastik kartochka, mana ichida konvert. Konvertda etaj, yo birinchi korpus, etaj, keyin xona nomerlari yozilgan. O'shalar to'g'ri kelsa, bular o'zining spiskasidan qaraydi. O'shalar to'g'ri kelsa, keyin kirgizyapti. Ana kunlar xohlagan boshqa avtobusda kelganlar ham kirib ketayotganidan bu yerda yetishmovchilik bo'lib, joy tanqischilik, ovqat yetishmovchilik bo'lgandan keyin bular harakatini boshladi. Hozir mana odam kam, ana kunlar mana shunaqa paytda kelganimizda o'tirishga joy bo'lmay, odamlar ovqatlanib bo'lishini kutyaptik. Mana apparatxona xizmat qilyaptilar. Tovuq yemayman desam ham tovuq olib kelibdilar. Baraka topsinlar.